Agar sizni bosh aylanishlari bezovta qilayotgan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu videoda bosh aylanishni davolashni mashqlari haqida gaplashamiz. Men Ahrobek Odilov, nevropatolog va otonevrolog, bosh aylash kasalliklari bilan shug'ullanib kelaman. Bosh aylash kasalliklari bemorlarimizda juda ko'p uchrab turadi. Ularning ko'pchigida bosh aylanishi, o'zini xohishsiz his qilish, ko'ngil aynishi, muvozanatning buzilishi kabi simptomlar bilan birga keladi. Ba'zi kasalliklarda oddiy mashqlar bilan davolab qo'yish mumkin, ba'zi dorilar yordam bermaydi. Shunda bizda vestibulyar tizimimiz bor. Bu tizimimiz bizni muvozanatimizni ushlab turishiga, boshimizni aylanmasligiga javob beruvchi tizim hisoblanadi. Bu tizimni mashq qildirib borish bizni boshimiz aylanishini davolashda katta yordam beradi. Agar sizda DBPG, vestibulyar neyronit, Menier kabi kasalliklar bo'lgan bo'lsa va undan tashqari doimiy boshingiz aylanganini his qilayotgan bo'lsangiz, ushbu mashqlarni bajarishingiz kerak. Bu mashqlarni bajarishda sizda kuchli bosh aylanish bo'lmayotganligi, o'zingizni juda ham yomon his qilmayotgan bo'lishingiz kerak, chunki biroz noqulayliklar tug'ilishi mumkin. Bu mashqni qilishda o'zingiz xavfsiz joyda turishingiz kerak. Ba'zan bosh aylashi bor bemorlarda yiqilib ketish holatlari bo'ladi. Shuning uchun oldingizda sizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan buyumlarni olib tashlashingiz kerak. Ketdik. Birinchi mashqimiz boshni tepaga pastga qilishdir. Bu mashqni 20 marta bajaramiz. Ikkinchi mashqimiz xuddi yo'q degandek boshni gorizontal tekislikda chapga o'ngga buramiz. Mashqni ham 20 marta bajaramiz. Uchinchi mashqimiz aynan birinchi mashqimiz kabi bo'ladi, faqat nigohni bir nuqtaga qadab olamiz. To'rtinchi mashq ham xuddi oldingi mashq kabi bo'ladi, faqat bunda nigohni bir nuqtaga qadagan holda o'ngga chapga qaraymiz. Navbatdagi mashqda diqqatimizni bir narsaga jamlagan holda boshimizni buramiz, xuddi ushbu videodagi kabi. Oltinchi mashqimizda boshni o'ngga chapga ko'zimizni yummasdan egamiz. Yettinchi mashqda esa shu holatni ko'zni yumib bajaramiz. 8-chi mashq oyoqlarni juft qilgan holda 1 daqiqa tik turamiz. Navbatdagi mashqda esa bir oyog'imizda turamiz. Imkon boricha uzoqroq turish kerak. Eng kami 30 soniya. 10-chi mashq. Bir oyog'imizning uchini ikkinchi oyog'imiz tomoniga tekkizib turamiz. Bu holatda ham kamida 30 sekund turish kerak. Agar kuchli muvozanatsizlik bo'lmasa, yurish mashqlariga o'tamiz. Birinchi mashqda biz boshni o'ngga chapga qilib, oldiga qarab yuramiz. Yurish mashqlarini 15-30 metr yurish kamida tavsiya etiladi. Ikkinchi yurish mashqimizda esa biz nigohimizni bir nuqtaga qadaymiz, boshimizni esa o'ngga chapga qaratamiz. Bu holatda yuramiz. Uchinchi yurish mashqida esa xuddi oldingi mashq kabi bo'ladi, faqat boshni emas, butun tanani ham burgan holatda videodagi kabi yuramiz. Bu mashqlar uchun albatta biroz vaqt kerak bo'ladi. Bu mashqlarni davom qilib borish sizni muvozanat sistemangizni chiniqtiradi va bosh aylashni asta-sekin yo'qotadi. Sizda ham shunaqa bosh muammolari yuzaga kelgan bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz sizga kerakli yechimni beramiz.